Barchaga assalomu alaykum. Agrotexnika bozori kanalining hurmatli obunachilari, bugun sizlarga Lemken pluglarini video obzor qilib beramiz. To'liq obzor qilamiz. Lemken Europal 7, Lemken Europal 5 to'rt korpusli pluglarimiz kelgan, sotuvda bor, taram-taramlilar ham bor. Hozir YouTube kanalimda siz mana shu video ostiga bir dona like bosib qo'ysangiz, kanalimiz rivoji uchun katta hissa qo'shgan hisoblanasiz. Xo'sh do'stlar, videoni boshladik. Birinchi bo'lib sizlarga Lemken Europal 7 to'rt korpusli plugni tanishtirib o'tamiz. 3+1. Mana shu plugimiz ko'rsanglar bo'ladi. Hashlari hamma joyi zo'r. Mana hamma joyi zo'r, balonlari 3+1. Ariollarga va o'shanga o'xshash bo'lgan traktorlarga, Pumalarga, New Hollandlarga zo'r plug. Narxi $19,000 kelishtirib beriladi. O'zbekistonda ishlamagan, Germaniya davlatlarida ishlagan. Hamma joyi zavodskiy plug. Ko'rsanglar bo'ladi. Atvallar qalinliklari, prikplujni. Hamma joyi zo'r, balonlari, silindrlari zavodskiy kelishtirib beriladi. Manzilimiz Toshkent, Yangiyo'lda. Mana navbatdagi plugimiz Lemken Europal 7 taram-taramli. Ko'rsanglar bo'ladi, silindrlari. Prikplujni atval yangi. Bular ham zavodskiy, hammasi qalin atvallar. Hali yangidek. Hashlarini ko'rsanglar bo'ladi. Bu to'rt korpusli, ya'ni 3+1 emas, to'rt korpusli, bitta korpus qo'shsanglar 5 korpus bo'ladi. Xo'sh, balonlari ham hamma joyi zo'r. Xo'sh, navbatdagi plugimiz bu ham Lemken Europal 7, uzunroq atvalli. Bular ikkalasi bir xil narxlari. Xo'sh, mana yonda silindri bor, zaxvat silindri. Bu yoqda ham silindr bor, bunga ulangan. Bu ham 4 korpusli, 5 korpusli qilsanglar ham bo'ladi. 4 tali qilib ham Ariollarga, 150 tali ot kuchalarga bemalol ishlatsanglar bo'ladi. Uzunroq atval, lemix do'latasi yangi. Uzunroq atval, ko'p keng joy oladi, kattaroq. Buni narxi $17,000 kelishtirib beriladi. Navbatdagi plugimiz bu ham xuddi shu modeldan, faqat atvali qora. Ya'ni yomg'irda zanglagan. Atvallari lekin qalin, mana ko'rsanglar bo'ladi. Plug ideal darajada. Buni ham narxi $17,000 kelishtirib beramiz. Mana ko'ringlar. Hashlarini ko'rsanglar bo'ladi. Balonlari Lemken Europal 7 qasini ko'rsanglar bo'ladi. Bunda tak palovoy do'skani uchi yangi. Ya'ni nargisi ham yangi. Xo'sh, mana silindrlari bor. Silindrlari ham yangidek, hashlari hali zavodskiy plug. O'zbekistonda ishlamagan, Yevropada ishlagan. Navbatdagi plugimiz Lemken Europal 5, Germaniyada ishlagan, O'zbekistonda ishlamagan. 60-70 traktorlarga, New Hollandlarga juda ham zo'r tushardi. 120 tadan 150 ta ot kuchigacha bemalol ishlatsanglar bo'ladi. 4 korpusli, ya'ni 3+1. 3 tali qilib ham, 4 tali qilib ham ishlatsanglar bo'ladi. Mana hashlari, bu zaxvatlari hammasi zavodskiy. Buni narxi $17,000 kelishtirib beramiz. Narxlarini chiroyli qilib beramiz. Navbatdagi plugimiz Lemken Europal 5, bu ham bu yangidek, ozgina ishlagan deb o'tilmoqda. Ko'rsanglar bo'ladi. Hashlari, balonlari, bu ham 3+1, 4 tali, 3 tali qilib ham ishlatsanglar bo'ladi. Buni narxi $19,000 ga qilib beramiz deb o'tilmoqda. Mana bitta, ikkita, 3 ta, 4, 5, 6 ta plug. Hozir yana plug ko'rsataman sizlarga. Tak, bu yoqda press apparatlar. Yana ikkita plugimiz bor. Hozir sizlarga ko'rsataman. Videoni boshidan oxirigacha ko'rayotganlarga hammaga rahmat. Mana shu video ostiga bir dona like bosib qo'yinglar. Kanalimiz rivoji uchun hissa qo'shgan hisoblanasizlar. Xo'sh, mana bu ham Lemken Europal 7. O'zbekistonda ishlamagan, holati juda ham ideal darajada. Hashlarini ko'rasizlar. Bu yoqlar hamma zapchastini ko'rsanglar bo'ladi. Balonlari ham cho'tki turibdi. Mana silindri. Buni narxi $18,500, $18,000 bo'lsa berib yuboramiz. 4 korpusli plugimiz.
Navbatdagi plugimiz ham Lemken Europal 7 O'zbekistonda ishlamagan, Germaniya va Yevropa davlatlarida ishlagan. Xo'sh. Bunda atval yangi grut va pichog'i. Keyin mana bu palovoi doskani oxiridagisi yangi. Mana ko'rsanglar bo'ladi, holatini juda ham ideal darajada. Narxini $19,000 kelishtirib beriladi. Kelishtirib chiroyli qilib beramiz. Xudo xolasa kelib narxlasizlar kelishtirib beramiz. Chotki puluk. Marhamat. Mana shu videoni boshdan oxirigacha ko'rganlarga hammaga rahmat. Video ostiga bir dona like bosib qo'ysangiz, kanalimiz rivoji uchun eng katta hissa qo'shganlardan hisoblanasiz. Hammaga omad.